Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar? Aqlimizdagi inson, ya'ni yaxshi ko'rgan insonimizni xayolda, xayollarida nima gaplar, bizga bo'lgan maqsadlari qanaqa, rejalari qanaqa degan mavzuda ko'rib chiqing degan ekan. Xo'p, unga bugun ikkita karta qilamiz. Bitta kartaga o'z energiyangizni yuborgan holatda tanlab, ikkala kartadan bittasini o'sha aqlingizdagi inson ko'z oldingizga keltirasiz va biz o'sha tayyor bo'lsangizlar, o'shanga qarab raskladni boshlaymiz. Har doimgidek birinchi variantdan boshlaymiz. Aqlingizdagi insonda hayotida nima gaplar? Xo'p, aqlingizdagi inson qanaqa inson? Hozirda qanaqa ahvolda? Aqlingizdagi inson hozirda siqilishlarda turibdi. Juda ham sovuq energiyalarda turibdi. Lekin bu energiyalardan chiqib ketadi deyapti. Qanchalik sovuq kunlar bo'lmasin, orqadan yorug' kunlar keladi deyapti. Qarshichiliklar bor. Qarshichiliklar bo'lishiga qaramasdan qat'iy qarori bor bu insonni. Oldida to'siqlar rosa ko'p. Bu inson albatta to'siqlarni yengib o'tib, bu inson siz bilan birga baxtli hayot kechirish niyati bor. Uylanmaganlar bo'lsa uylanish niyati bor. Oilalilar bo'lib ajrimda bo'lsa yashash niyati bor. Bu inson siz o'ylayotganda juda ham chiroyli inson deb o'ylayapti, sizni xayollariga keltirayotganda bu go'zal tasvirga ega bo'lyapti siz haqingizda. Lekin juda ham bilasizmi, oldida qarorlarini ola olmayapti bu inson. Oldida to'siqlari ko'p bu insonni. Ikkilanishlarda turibdi hozirgi kunda. Xo'p, darshi nima bo'ladi bu inson? Nimaga ikkilanishda turibdi? Darshi nima bo'ladi bu inson hayotida? Kelishi bor sizga. Sizga kelishi bor, kelishini ko'rsatyapti. Nega? Chunki yaxshi ko'radi. Chunki bu inson sizni yaxshi ko'radi. Sizga kelishi bor bu insonni. Albatta yana birga baxtli hayot kechirishlaringiz ko'rinyapti kartada. Ayriliqdagilar bo'lsa yarashib ketadi, gaplashmay yurganlar bo'lsa yarashib ketadi. Faqat ozgina fursat kerak, qarshiliklarni yengib o'tib, to'siqlarni yengib o'tib, albatta siz tomonga keladi. Endi ikkinchi variantdagilarni tanlaymiz. Ikkinchi variantdagilar, bu inson qanaqa inson? Xo'p, bu inson juda ham jo'stki inson. Kimdir yaxshi ko'rishi bor bu insonni, ich-ichidan juda ham yaxshi ko'radi. Yana nima gap bu inson hayotida? Ikkilanishlar bor hayotida bu insonni. Qanaydir bir qarorlarga kela olmayapti bu inson ham. Ikkilanishlarda turibdi, qo'rquvlarda turibdi bu inson. Kimnidir yaxshi ko'rib, oldin birga o'tgan lahzalarni eslayapti. Yaxshi kunlari o'tgan bu insonni. Kim bilan yaxshi kunlari o'tgan ko'ramiz. Yaxshi ko'rgan insoni bilan yaxshi kunlari o'tganligini eslayapti. Birga baxtli hayot kechirganligini, yo bo'lmasa birga chiroyli lahzalar o'tganligini eslayapti bu inson. Pul kelishi bor bu inson, yana pul kelish masalasi bo'yicha o'ylovlari bor. Taqdir nimasi bilan bizning nimamiz yo'limizga tushib ketadi, xudo xolasa degan qarorlarda turibdi. Taqdir tuhfasi bilan hammasini vaqtga tashlab qo'ysam, hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan nimalar, orzu xayollarda turibdi bu inson. Xo'p, yaxshi bo'ladimi? Ikkiyuzlamachilik qilyapti. Ikkiyuzlamachilik qilyapti. Menimcha sizga va yana boshqa kishi bor bu o'rtada, yo onasi yoki yana kimdir bor, o'shanga menimcha boshqa ayol kishi tushdi yoki onasi yoki kimdir bor, o'sha kishiga ikkiyuzlamachilik qilyapti bu inson. Ikkita qarorlarga kela olmayapti. Xo'p, dalshi pul kelishi bor, pul muammolari hal bo'lyapti, mehnati orqasidan qanaydir rejalari barbod bo'lyapti bu insonni. Qanaydir tuzgan rejalari barbod bo'lyapti. Xo'p, nima to'siq bo'lyapti? To'siq bormi bu inson rejalari barbod bo'lishiga? Nima sabab bo'lyapti bu insonda bunaqa ahvolga tushishiga? Xo'p, ko'ramiz. Kartalar tushib ketdi. Siqilib qolgan bu inson, rosa ezilib qolgan, qandaydir rejalari hal bo'lmayapti, lekin kimdir orqasidan, ya'ni aqlida inson buni rosa o'ylarga solib qo'ygan, jo'stki energiyalarga solib qo'ygan bu insonni. Bu inson ayol kishidan o'ta olmayapti, taqdir hukmiga tashlab qo'yaman deyapti. Yaxshi ko'rgan insonim bilan taqdir hukmi bir bo'lsa, albatta xudo xolasa bir bo'lib ketamiz. Yaxshi o'yin kulgu kunlarimiz keladi degan maqsadda turibdi. Xo'p, dalshi nima bo'ladi? Rostdan shunaqa bo'ladimi? O'shanga ko'rib chiqamiz. Taqdirga tashlab qo'yibdi.
oldin yaxshi yashagansizlar, yaxshi uchrashib gaplashgansizlar, sevishgansizlar, lekin hozirda ayriliqqa tushib qolgansizlar. Rosa to'sqinchiliklar ko'p, sizda juda ham chiroyli tasvirlanyapti, tasvirlaganida. Rosa qarshichiliklar ko'p, xanjarlar sanchilyapti. Bu inson qarorlarini ola olmayapti bu inson. Rosa qarshichiliklar ko'p oldida bu insonni. Qarorlarni ola olmayapti. Qarshichiliklar ko'p ezib qo'yapti bu inson, siqib qo'yapti, tashvishga solib qo'yapti bu insonni bu qarshichiliklar. Bilasizmi? Menimcha holi bu ikkinchi variant tanlaganlarda kimlardir qarshida, juda ham qarshichiliklar ko'p bo'lgancha bu inson juda ham o'ylovlarga tushib qolgan, bir qarorlarni ola olmayapti. Hozirda ikkilanishlarda turibdi, lekin bilasizmi, sizni shu aqlingizdagi inson sizni yaxshi ko'rin tushdi bu yerda. Taqdir hukmiga qo'yib qo'yingizlar, uzog'i bir hafta 10 kunda o'zi aniq